avariya sodir etdingiz va boshqa odamning mashinasiga ham zarar yetkazdingiz. Mana shunaqa paytda zararni undirish masalasi qanaqa bo'ladi? Qarang, Fuqarolik kodeksining 985-moddasiga asosan g'ayriqonuniy xatti-harakat natijasida kimgadir zarar yetkazilsa va bu zarar yetkaziluvchi tomonidan to'liq qoplab berilishi lozim deya keltirilgan. Endi shu joyda bunday avariya bo'lsa, odatda masalan ma'muriy huquqbuzarlik sifatida ko'rilsa ish yoki jinoyat o'sha sud tomonidan belgilanishi ham mumkin yoki alohida ajratib fuqarolik tartibida ko'rib chiqilsin bu narsa juda ham bahsli masala ekan deb sud uni ajratib yuborishi ham mumkin. Endi mana shu joyda zarar yetgan shaxs aytishi mumkin, menga masalan mashinamga 20 ming dollar zarar yetdi deyishi mumkin, masalan. Lekin mana shu joyda 20 ming dollar, nega 20 ming dollar deyotganini asoslantirib berish kerak. Sudda taraflar o'zlarini va'zlarini asoslantirish kerak, isbotlab berish kerak. Nega 20 ming? Nega 15 ming emas yoki 10 ming emas? Nega bu chiqyapti? Shunchaki taxmin bilan, bu taxminan shu 20 ming zarar yetdi o'rtoq sudya desa, sud uni qanoatlantirmaslik ehtimoli juda ham katta. Odatda isbotlanishi kerak, masalan, aytaylik, ekspertiza o'tkaziladi yoki masalan baholanadi zarar. Shunaqa narsalar bilan zarar isbotlanadi. Shunchaki gap bilan bo'lmaydi.